Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana bugun sizlarga Allohga hamd bo'lsin, sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Bugun sizlar juda ham yaxshi joydan, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, shundoq Qoramozordan kirib kelsangiz, Chakchan mahallasidan 6 sotixli dala hovli, 3 xona uy joyi bilan gaz, suv, svet, internet tarmog'i, maktab, bog'cha, choyxona, dam olish atrofi juda ham zo'r. Dala hovlimizni sizlarga obzorni qilib o'tamiz. Xudo xolsa kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, kuzatishda davom etamiz. Mana qadrdonlar, xudo xolsa mana chiqib keldik. Xuddi o'sha dachamiz 6 sotixli xonadon, xat hujjat, turar joy, hamma kadastr xat hujjat hammasi joyida. Maktab, bog'cha, internet, butun magazin, do'kon deysizmi, hamma sharoitlar bor. Gaz, suv, svet, internet tarmog'i, qo'ni-qo'shnilar, ahil, inoq, juda ham yaxshi mahalla, turar joy do'stlar. Kimga ma'qul kelsa, xudo xolsa ekranlar pastdan raqamlarni qo'yib o'tamiz. Mana do'stlar, kirganinglarda juda ham chiroyli. Mana chap qo'lingizda sanuzel dushoviy. Xudo xolsa do'stlar, hamma o'sha dekorativ daraxtlarimiz bor, mevali daraxtlar. Xullas mana o'ng tarafga kirganingizda xudo xolsa mana bunaqa supa dala hovli qilaman deb yurgan, orzu havasda yurgan aka-ukalarimizga juda ham qulay joy. Mana do'stlar, oshxona, hamma mana gazlarni ko'ryapsizmi, yonib turishini juda ham zo'r. Umumlik suv, hamma sharoitlari bor, juda ham go'zal hovli do'stlar. Toshkent shahrida orzu havas qilgan aka-ukalarimizga juda ham ma'qul keladigan 6 sotixdan iborat bo'lgan 3 xonalik juda ham zo'r uy joyimiz. Xudo xolsa olgan odam baraka topadi do'stlar. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani, o'sha Qoramozordan shundoq kirib kelsangiz, Chakchan mahallasi do'stlar. Mana hovlilarimiz istashga, mana bog'larimiz 6 sotix bemalol ikkitaga bo'lib, aka-ukalar ham bemalol dacha qilib foydalanib olasiz, hovli uy joy qilib maza qilib yashashingiz mumkin. Quloq tinch, qo'ni-qo'shnilar ahil. Mana do'stlar, kirganingizda katta mamlaqa patologlari dekor plus juda ham yaxshi. Mana kirganingizda o'ng tarafda yana bitta xona, kirganingizda yana bu yoqda ham chap tarafda yana bitta zal. 3 xonadan iborat juda ham zo'r. Sharoitlari gapsiz bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana bunaqa yozgi o'tiradigan, dam oladigan tapchallari bor. Teylari mana burchatga qilib qo'yilgan. Sharoitlariga gapsiz bo'lishi mumkin emas. Mana do'stlar, olgan odam xudo xolsa baraka topadi. Mana tog' yon bag'rida, havo toza, qo'ni-qo'shnilar ahil, mahalla turar mahalla. Juda ham yaxshi xat hujjat hammasi notarius orqali sizga o'tkazib berishadi. Xudo xolsa kimga agar ma'qul kelsa, ekrandan pastdan raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqib, savdolashib, bemalol kelib ko'rib, lakasi tashab bersa olishingiz mumkin. Like bosib, obuna bo'lib, do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Allohga omonat bo'ling, sog' bo'linglar.